Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Korotchi bitta video ko'rsataman. Sizlar ham bitta ko'ringlar, keyin xulosa chiqarasizlar. Shuning uchun odamni ustidan kulish shart emasda, hozir 100 yilda emas, hozir bir kunda qaytyapti mana. Ben o bok idishdi oktagonligidan olib chiqib tashlashibdi. Meni ustimdan kulib video qilgan edi. Shuning uchun mana bir turni o'tmasdan men o uypurish bok idishdi sirazi olib chiqib tashlashibdi. O'shaning uchun birovning ustidan kulmaslik kerak, ey. Do'mpirish. Ana unga soch kiydirib ekkovlaring eshak minib yuraveringlar. Oktagonda nima bor? Yalangoyoqlarga. O'zlaring bitta kommentga chiroyli qilib yozib, fikrlaringni bildirib qo'yinglar. Axlat turish